15 ming so'mga chexol? Ha, sizlar to'g'ri eshitdinglar. Shu videodagi chexollarimizni atigi 15 ming so'mdan kargo pul ham yo'q. Faqat dastavkiga pul bersanglar bo'ldi. Instagramda ish faoliyatini boshlaganimga qancha bo'lgani esimda yo'q, lekin men buni tanishtirolmayman. Yangi Instagramda ish boshlaganimda shu chexollarni nalichik olib kelib Instagramda sotib hammasiga sotib qo'yib ketaman deb o'ylagandim. Lekin judayam afsuslandim. Katta ob'yomda bunaqa narxda hech qachon Instagramda ish boshlash uchun bunaqa ko'p chexol zakaz qilmaslikni sizlarga tavsiya beraman. Bu chexollarimizni tannarxli kargo pulini chiqarib olish uchun atigi 15 ming so'mdan donasini sotib olman. Qaytishvasiga judayam gap bo'lishi mumkin emas, ichlari ham judayam zo'r ishlangan. iPhone va telefonlardan boshlab bu chexollarimizdan bor. Agar sizlarga qanaqadir boshqa chexol kerak bo'lsa, bemalol chexol zakaz qilsanglar bo'ladi. Bu men eng katta qilgan xatoyim va eng katta olgan bilimim deb o'ylayman. Qolgan chexollarimiz bo'lsa, ko'rib turganinglardek har xil chexollardan bor, bular faqat zakazga keladi. Instagram kanalimizga, YouTube kanalimizga obuna bo'linglar. Albatta hali yangi yillar bizda judayam ko'p.